Sozing qo'limda, e'zozing dilimda. Bulung'or tumanidagi 9-bolalar musiqa va san'at maktabining Munojot izdoshlari bolalar maqom ansambli tomonidan konsert dasturi tashkil qilindi. Tadbir Konstitutsiyamiz qabul qilinganligining 33 yilligiga bag'ishlandi. Ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbir mamlakatimizda yosh avlodni milliy merosimiz, ayniqsa maqom san'atiga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarning amaliy natijasi sifatida tashkil etildi. Dastlab tadbirning ochilish qismida milliy san'atni rivojlantirish, yosh avlodni musiqa merosi bilan tanishtirish va ular orasidan iqtidorli yoshlarni tarbiyalash yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan ustozlarga tashakkurnomalar topshirildi. Konsert dasturi Munojot izdoshlari bolalar maqom ansambli badiiy va musiqa rahbari, madaniyat va san'at fidokori, birinchi darajali mehnat faxriysi, mahalla iftixori unvonlari sohibi Soat Murod Normatov o'z shogirdlari va yordamchilaridan iborat jamoa bilan birgalikda tashkillashtirildi. Tadbir davomida bolalar ijrosida maqom ijrolari, milliy qo'shiqlar, an'anaviy cholg'ular ijrosi hamda o'zbek xalq musiqasining turli namunalaridan tuzilgan boy repertuar namoyish etildi. Men mana shu sohada, musiqa sohasida 55 yildan beri ishlayman. Har yili mana shu dargohda 3-4 marta konsert qilib, mahalladoshlarimni, o'zimga o'xshagan nuroniylarni, keyin tumanimizdagi mavjud 70 dan ortiq o'rta maktabning musiqa o'qituvchilarini chaqiraman. Konsert programmam ular uchun mahorat darslari deb o'ylayman-da. Nimadir o'zlari uchun olib ketadi. Albatta, maqom qo'shiqlari, mumtoz qo'shiqlar bu xalqimizning delik buyuk madaniy merosi. Men ham shunga harakat qilib, o'sha musiqa tilida diapazon deymiz, o'zining pardasida olib, shular o'rgatib harakat qilyapman. Hozircha mana shu bolalarimga 100 dan ortiq maqom va mumtoz qo'shiqlarni o'rgatganman. E'tirof etish joiz, Sozing qo'limda, e'zozing dilimda nomli mazkur konsert dasturi Konstitutsiya bayrami munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlar qatorida yoshlarda san'atga mehr, milliy qadriyatlarga hurmat va ijodiy izlanishlarga rag'bat uyg'otishga xizmat qiladi.